Apa Mohira, salonga qancha xarajat qilasiz? Men salonga umuman xarajat qilmayman. Men o'zim tabiiy chiroyliman. Aka Shavkat, nimaga doim kayfiyatingiz yaxshi? Shu har kun mijozlar yozadi, shu mijozlarni problemasini hal qilamiz, kayfiyatimiz yaxshi bo'ladi. Apa, meni nimadan xavotirdasiz? Bilmasam hammasi yaxshi, xavotirim yo'q. Why are you upset? I'm not upset. A few moments later. Aka, siz chiziqqa propiska qildirasiz? Короче, 10 yillik bir tanishimiz bor. Faqat o'sha kishiga oldiraman, faqat o'sha kishiga ishonaman. Nozima qachon katta bo'lasiz? Bilmasam 1-2 yillardan keyin. O'zida sizni umuman yolg'on gapirmaysiz deb eshitdik. Men yolg'on gapirmayman. Qani bir sinab ko'raylikchi. Bugun uydan kelishda taksida keldingizmi, avtobusdan? Esimni BMW'da keldim. Bo'ldi, ishondik. Rahmat. Sabrina kursdan haydalib eshitdik. Yo'q, men chotki haydalganim yo'q. Yaxshimi? Ha, zo'r.